Tadqiqotchi Rod Ingram Xitoy plani to'g'rida e'lon qilgan bir maqolada yashangan Uyg'ur oqsoqollari va mo'ysuflarning turli uydirma jinoyatlar bilan Xitoy kommunist hokimiyati tomonidan qo'lga olinganligi va ishg'ol qilingan Sharqiy Turkistondagi Xitoy zindonlarida o'lim jazosiga hukm qilinganligini o'ttirib qo'ygan. Sharqiy Turkistondagi sobiq partiyum sekretari Chen Changoning to'mir mushti ostida tutqun qilingan va atalmish kasbiy tarbiyalash lagerlari va turmalarga avatilgan kishilar ichida 55 yoshdan yuqori minglagan Uyg'urlar bor bo'lib, ularning ko'pinchisi bo'g'mo'mlar va pensiyaga chiqqan kishilar. Bu yashangan Uyg'urlar turmaga tashlangan, Xitoy tili o'rganishga majburlangan va ideya viruslardan qutulish uchun soatlab, kunlab, haftalab kompartiya tashviqot qabul qilishga majbur bo'lgan. Xitoy Uyg'ur qiz ayollarini Xitoylar bilan to'y qilishga majburlash jinoyatini davomli kuchab ijro qilayotgan bo'lib, bu vaqtdagi rag'batlantirish e'lonlari ochiq-oshkor tarqatilmoqda. Yaqinda tarqatilgan sinlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonda kuchab ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining bir vositasi sifatida Uyg'ur qiz ayollarini Xitoylar bilan to'y qilishga majburlash jinoyatini turli e'lon tashviqotlar bilan davomli kuchaytgan. Senda ko'rsatilishicha, Aqsudagi bir loyiha tonishtirish markazining e'lonida monolar bildirilgan. Cho'chyaxov oz sonli millatlar bilan xanzurlarning bir oila kishilardek o'tishini izchillashtirish maqsadida bo'ydoq Uyg'ur qizlarini qizg'in taklif qilamiz. Agar xanzurlar bilan aralashib to'y qilishni xohlaydiganlar aktivlik bilan tizimga oldirsanglar bo'ladi. Agar shartga Uyg'ur keladiganlar bo'lsa, tanishtirib qo'ysak bo'ladi. Tanishtirish muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin naqd pul va qizil bo'loq orqali taqdirlaymiz. 20-iyun Turkiyadagi inson media tadqiqoti markazida arab medialarida Uyg'ur masalasining kun tartibga kelmasligi, hal qilish choralari to'g'risida muhokama yig'ini o'tkazildi. Arab islom dunyosiga qaratilgan mazkur muhokama yig'inini inson media tadqiqoti markazi tashkillagan bo'lib, Sharqiy Turkiston o'limalar birligining muavin raisi Mahmudjon Damullam, Sharqiy Turkiston axborot va media jamiyatining raisi Abduvaris Abduxoliq taklif bilan ishtirok qildi. Yig'inga Istiqlol televiziyasi, Vatan televiziyasi qatorliq axborot o'rinlari qatnashdi. Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Londonda 7 davlat guruhi vakillari bilan ko'rishib, Xitoyga qarshi siyosatda birlikka kelishini, moslashtirishni ta'kidlagan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Angliya poytaxti Londonda 7 davlat guruhi va Yevropa ittifoqining vakillari bilan ko'rishgan. Ko'rishishdan keyin Amerika Davlat ishlar kotibatligi 21-iyun 7 davlat guruhi birdek ittifoqlashib, Xitoy masalasida zich hamkorlashishning muhimligini ta'kidlagan. Rossiya doiralari Viktoriya shtatining muavin bosh ministri Jakinta Allanni o'z ichiga olgan 48 Avstraliya fuqarosiga G'arbning Rossiyaga qarshi harakatini qo'llaganligi uchun jazo yurgizishni qaror qildi. Rossiya Allan qatorliq 48 siyosiy, jurnalist va savdogarning bu davlatga kirishini chekladi. Amerika prezidenti Joe Biden bilan Hindiston bosh ministri Narendra Modi olam bo'shliqi, yarim o'tkazgich, Amerikaning Hind Tinch okean tashabbusiga qatnashish, texnika va harbiy hamkorlik qatorliq ko'plagan sohalarda kelishim hosil qilganligini e'lon qildi. Biden Modini Oqsaroyda dag'dug'liq qarshi olgan bo'lib, garchi Xitoy bevosita tilga ilinmagan bo'lsa-mu, lekin bu ikki davlatning Xitoyga qarshi hamkorligi deb sharhlandi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumida aktiv rol o'ynagan Rossiya yollanma askar guruhi Wagner bilan Rossiya armiyasi rahbarlari o'rtasida jiddiylik paydo bo'ldi. Rossiya yollanma askarlar guruhining qo'rg'uvchisi Yevgeniy Prigojin, Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu va Rossiya bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni ayblab, minglagan Rossiya askarining hayotini nobud qilgan va odamlarimizni vayron qilganlar jazolanadi dedi. Ijtimoiy taratqularda hambarlangan suratlarda Wagner jangchilarining bronevik va tanki bilan Rossiyaning Janubiy harbiy rayonlik qo'mondonlik markazi binosining atrofiga o'rlashtirilganligi ko'rsatildi.